Navbatdagi operatsion kunimiz bemorimiz xurrak otish va xurrak otishda nafas to'xtab qolishiga shikoyat kelgan. Biz tekshirdik, sonografiya qildik. 1 soatda 49 tagacha nafas to'xtab qoladi. 25 martagacha saturatsiyasi, ya'ni to'qimalardagi kislorod miqdori 1 soatda 25 martagacha 90 dan tushib ketadi. Bemorimizni bugun operatsiya qilish mo'ljallaganmiz. Repozitsion faringoplastik operatsiyasi amalga oshiriladi. Bu operatsiya hozirda eng zamonaviy, eng kam invazivli operatsiyalardan biri hisoblanadi. Natijani ko'rsatamiz. Bemorimiz o'zi operatsion stolda. Ko'rganingizda mana bemorimizda bodam tepasi juda ham kattalashgan. Tilchasi ham juda ham kattalashib ketgan mana. Uni faringoplastika qilamiz. Xudo xolasa xurrak otishdan va nafas to'xtab qolishidan qutuladi. Mana operatsiyamizni nihoyasiga yetdi. Bemorimizni repozitsion faringoplastik operatsiyasini bajardik. Mana xudo xolasa juda ham yaxshi bo'ldi, ko'tarildi. Ochildi orqa tomonlari. Xudo xolasa bemorimiz xurrak otishdan va apnoidan qutuladi xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahat bering.